Amma ba'd. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish amallarning asosidir. Qur'oni Karimni hidoyati ham faqat Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilgan, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga xosdir. Taqvo sifati paydo bo'lmagan kishilar Qur'onning hidoyatidan mahrum bo'lib yashashliklarida shak shubha yo'qdir. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alloh subhanahu va taolo tarafidan Qur'onni kelgan bo'lishligida shak shubha yo'q. Bu faqat muttaqillarning o'ziga xos bir hidoyat kitobidir. Qur'oni Karim islomning asosini birinchisidir. Biz bu haqda ko'p ma'lumotlarga egamiz. Shuning uchun men bu yerda Qur'oni Karimning ikkinchi, ya'ni islomning asosi, Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda bo'lgan islom asosi bo'lgan sunnatga ishora qilib o'tmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vadoda ko'p ming kishilar to'plangan o'rinda vasiyat qildilarki, ey xalqlar, mendan hozirgi so'zlarni qabul qilib olinglar. Mumkinki meni yana shu o'rinda kelajak yillarda topolmasinglar kerak deb o'zlarining ko'p nasihatlarini qildilar. Bu nasihatlarining ichida xalqqa xitob qilib aytdilarki, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullohi ta'ala va sunnatu nabiyyi. Men sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapmanki, agar u ikki narsani mahkam ishlasanglar, hargiz qiyomatgacha adashmaysizlar dedilar. Alloh subhanahu va taoloning kitobi va payg'ambarining sunnati deb aytdilar. Va kelajak xalqlarning ichida Qur'oni Karim bizga kifoya qiladi. Bizga sunnatning, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari kerak emas deydigan toifalarning chiqishlarini ishora qilib ogohlantirib qo'ydilar. Hadis shariflarda ogohlantirdilarki, ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadisu anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqul baynana wa baynakum kitabullahi ta'ala fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wa wajadna وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. İmam Tirmizi, İbn Majah, Abu Davud bularning hammalarini hadis to'plamlarida bir-biriga yaqinroq lafzlar bilan keltirilgan. Ya'ni biror bir kishi mumkinki hadis o'rniga yetib kelgan bo'lsa, sahih hadisni eshitgandan keyin kerilib, biz bilan sizlarning o'rtanglarda Allohning kitobi bor. Shunda nima harom bo'lsa harom deymiz, halol bo'lsa halol deymiz deb hadisdan kelgan, hadisda harom degan narsani qabul qilmaydigan va hadisda halol degan narsani qabul qilmaydigan kishilar vujudga kelib qolishligidan ogohlantiraman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam harom degan narsa bu haromdir deb ogohlantirdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari orqali bizda islomning ahkomlarini ko'pi sobit bo'lgan. Qur'oni Karim bizni namoz o'qishlikka buyurdi. 5 vaqt namoz qaysi vaqtda o'qiymiz, qanday o'qishligimizni bizga sunnat bayon qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo zakotga buyurdi. Lekin qaysi miqdorda zakot lozim bo'lishligi, qanday bir yilda aylanishgan suratda nisobdan ortiq, nisobning miqdori
bo'lishlar hammasini bizga sunnat bayon qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini bayon qilganda huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba val hikma. Hikmatni mufassirlarning aksarlarining tafsirlarida hikmat sunnatdir. Alloh sizlarga payg'ambar jo'natdi. Sizlarni axloqiylarni tuzatadigan va sizlarga kitob, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natdi. Sunnatni kitobning yonida hikmat deb zikr qildi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatihi va yuzakkikum va yuallimukumul kitaba wal hikma. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى عليكم في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Qur'oni Karimning 4 o'rnida Alloh subhanahu va taolo kitobni Qur'onning yonida hikmat, ya'ni sunnatni zikr qildi. Azvoji mutahharotga sizlarning uylarda o'qilib berilayotgan Allohning oyatlari va hikmatni yodinglarga olinglar deb ogohlantirdi. Mana bu narsadan biz bilishimiz kerakki, sunnat islomning asoslarining ikkinchisi. Agar kimda kim sahih hadis yetib kelgandan keyin bu narsani o'zini ra'yi bilan qaytaradigan bo'lsa, eng katta gunohni qilibdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari hammalari shunga amal qilishganlarki, biror bir hadis rivoyat qilinganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini olib, u ra'ylaridan voz kechishganlar. Tobiinlar ham Imom Azam rahmatullohi alayh idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Hadis sahih bo'lsa meni yo'lim shu dedilar. Agar sahih hadisga meni so'zim to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, so'zimdan voz kechinglar dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi ham shunday dedilar. Imom Malik rahmatullohi alayhi ham shunday dedilar. Har bir kishining so'zini olinadi ham, tashlanadi ham. Ammo bu qabrning egasi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlariga ishora qilib, bu kishining so'zlari albatta olinadi dedilar. Ahmad ibn Hanbal aytgan ekanlarki, qaysi bir kishi hadis sahih rivoyat qilingan vaqtda ra'yiga agar shu murojaat qilib shu hadisni rad qiladigan bo'lsa, fa huwa ala shafa halaka. Halokat chuqurini labida turibdi ekan shu odam degan ekanlar. Val al-hujjatu fil athar. Hujjat hadislarda degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislarda. Lekin hadislarning sahih bo'lishligini yaxshi bilmoqligimiz kerakki, hadis sahih bo'lgan vaqtda ra'ydan voz kechilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga bu kishining sunnat degan so'zlari va amallari va taqrirlariga iste'mol qilinadi. Hadis bo'lsa faqat so'zlariga iste'mol qilinadi. Hidoyat faqat Alloh tarafiga yo'nalgan kishilarning mukofotidir. Hidoyat Alloh yo'lida kurashib mehnat qilgan kishilarning mukofotidir. Hidoyat xohlamasa ham majbur qilib beriladigan arzimas ne'mat emasdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lida harakat qilishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.